Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu Zer Power'ning Tanqat to'yxonasındagi xizmati bu. Mana shogirdlari baliq quvtirdi ajoyib. Voh, buning bijilda turganini qarasa. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Shu telefon nomerlarini hozir tira qo'yamiz. Shu singlimiz borganda baxtli bo'lsin. Ana ajoyib bo'lib turibdi bu. El xizmatda. Ana xudo xolasa qo'yrimiz chiroyli ana. Men pay emas bu Bexonning balig'i. Bir kala 800, 2 kala 200'lik balık bu. Mana xudo xolasa asatiy salatlar tayyin bo'ldi. Ha? Nima deb aytiladi buning ati? Мясной asati. Ana rahmat Power bo'lar, ajoyib. Bugun Zerpay'ning kompaniyasi yomon emas. Oldi bu gullarni. Oldi Power'lardan da bu. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa telefon nomer qoldiraman baribir. Bu videomiz yana ko'p davom etadi. Esa Power bola g'ayrat solaveringlar. Ana bu lo'li kavobning quvurdog'imi bu? Ana bu quvurdog'i tayyin. Ana endi asta buyog'ini qarab kelsak. Hava. Zerpay nima pishiradi siz? Jumata qiladi. Ne yeni? Aha. Jo'ja degan narsa shu. Ana ajoyib, men yeni birinchi ko'rishim bu tayyorladim. Yanımda eshasiz ko'p narsani bor. Ay молодец. Endi Zerpay bugundan boshlab xudo xolasa sening ham administratoring, ham shogirding. Bu jo'jani yemasiz, bu dunyoga kelmaysiz. Aynan. Bu jo'ja tovuq bo'laman degancha bormi? Odamning oshqozonidan o'tib ketadi bo'ldi. Shu yoqda tovuq bo'ladi. Bu yoqda turibdi, 300 dona jo'ja qiladi. 300 dona jo'ja. Esavka ishlaringga omad. Har kun 3 to'ydan sovg'aysan. Elning nazaridan qamag'aysan. Ya o'zi ko'p odam aytadi, Zerning qo'li shirali deb. Ay bu bizlarda burun Alloh shirali degan bor edi, Alloh shirali degan. Shuning shogirdlari ana jo'jasi. Qarang, bu nereden kelgan bu? Böyle 10 gram çıkardı bunu. 300 gram mı? 300 gram ha? Adamlar bir ödenme şunda bugün gücü. İlk adam bir cüceni yese vay bu korazın işini etedi bu. Ay ma. Kardeşler hemen mahsulatları tayın. Ah. Bana bu tayyarıma bu. İki cüce yanında aççı buruçu bilen. Ana. Üstlerine bir çay var mı? Bir üstlerge bir onu koyasın bunun ha? Bir danadan xudo xolasa. 9 kıl, 12 kıl hatta. 12 kıl meyve var içinde. Bir patosun içinde 12 kıl meyve ha? Bunu bu çiğe sokma. Bu eng orijinal çöye sok bu. Eng qimmatından. Ha, çiğe soktun en kımbatı ha? Ya rahmetka Allah ziyat etkey. Aytqanday şu barakan bu dasturgan bizeshga usta yigit ekansan. Shuning uchun ham gullarning oldi Power'lardan sana qir. Sen ishlaring omad, geliştiraverasan mana shogirdlaringiz bilan usta bolalaringiz bilan birgalikda hamisha xizmatda bo'lgaysizlar, el xizmatidan charchamang. Ketdi esa bu.